Bugungi navbatdagi video darsimiz demak milliy mafkura fanidan bo'lib o'tadi. Shu milliy mafkura fanidan bugungi dars jarayonida men milliy g'oya ma'naviyat asoslari va ta'lim kafedrasi dotsenti Abdul Husan Odilbekov bo'lib boraman. Demak milliy mafkura fanidan bugungi mavzumiz milliy mafkuraning tarixiy izlari va shakllanish bosqichlari deb nomlanadi. Ushbu mavzuni yoritishda quyidagi rejalarga asoslanamiz. Birinchisi, milliy mafkuraning tarixiy izlari va ko'rinishlari. Ikkinchisi, g'oya va mafkuralarning shakllari. Uchinchisi, milliy mafkura shakllanish bosqichlari va o'ziga xos xususiyatlari deb yuritiladi. Biz bugun ushbu mavzuni yoritishda bevosita quyidagi adabiyotlardan foydalanamiz. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari 4-jild asarlaridan foydalanamiz. İkinci adabiyotimiz sifatida Islom Abdulaziz Karimovning Milliy sport mafkurasi xalq e'tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir deb nomlangan 2000-yillar O'zbekiston nashriyatidan nashr qilingan adabiyotdan foydalanamiz. Kitoblardan uchinchisi adabiyotimiz milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishdagi uslubiy yondashuvlar Akademiya nashriyoti 2002-yilda chiqqan ushbu adabiyotdan. Keyingisi demak bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi kitobdan foydalanamiz. Keyingisi milliy g'oya tadqiqot texnologiyalari va atamalar lug'ati kitobdan foydalanamiz. Hammamizga yaxshi tanish. Keyingisi Imom Nazarevning milliy ma'naviyatimizning takomil bosqichlari kitobdan foydalanamiz. Keyingisi Yaxshilik banda Muhammadiyevlar tomonidan chiqarilgan milliy g'oya va mafkura monografiyasidan foydalanamiz. 2015-yilda chiqarilgan. Shuning bilan birgalikda chet el adabiyotiga demak e'tiborimizni qaratib, chet el adabiyotidan foydalandik. Demak, mavzuni yoritishda Toynbee Hamiltonning demak Вызовы и ответы как гибнуть цивилизация algoritmi 2016-yilda chiqqan adabiyotdan. Keyin рекуляция hamda Sagdulayevning современные мифы о далеком прошлом народов Центральной Азии, ya'ni Markaziy Osiyo xalqlarining qadimgi o'tmishdan mifologiyasi haqida g'oya va mafkuralar haqida ma'lumot beradigan kitoblar deb nomlanadi. Demak, mafkura tushunchasi biz yaxshi bilamiz. Bu O'zbekiston mustaqilligidan keyin ko'proq ishlatilgan g'oya va mafkura tushunchalari ko'proq ishlatiladigan bo'ldi. Undan oldin biz yaxshi bilamiz, ittifoq davrida ideya atamasi ko'proq ishlatilgan. Demak, har bir xalqning o'zini tili, o'zini demak o'ziga xos tarixiy atamalar bo'lgan singari o'ziga xos bizda g'oya hamda mafkura atamalari qo'llanilgan. Har bir davlat millat mustaqil bo'lgandan keyin albatta o'zini g'oyasi, mafkurasi bo'lishi kerak. G'oyasi, mafkurasiz biror bir jamiyat yashay olmaydi. G'oya bu demak biz yaxshi bilamiz, oldingi darsda ham aytib o'tilgan. G'oya inson tafakkurining mahsuli, ijtimoiy xarakterga ahamiyatga ega bo'lgan o'ziga xos bir qarash tushuncha bo'lib hisoblanadi. Qachonki bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lsa, ya'ni muayyan bir sinf, qatlam, millat, xalq, manfaat va ehtiyojlarga xizmat qila oladigan bo'lsa, o'sha paytda uni g'oya sifatida e'tirof etamiz. Mafkura esa aynan mana shu g'oyalarni amalga oshirishni o'ziga xos usul vositalar tizimi deb ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yo'l yo'riqlari deb aytiladi. Ya'ni maqsadga erishishda g'oya maqsad bo'ladigan bo'lsa, mafkura bu shu maqsadga eltuvchi yo'l bo'lib hisoblanadi. Milliy g'oya har bir narsaning o'ziga xos tarixiy o'tmishi izlari bo'lgan singari bevosita milliy g'oya hamda mafkuraning o'ziga xos tarixiy o'tmishi izlari mavjud. Ya'ni milliy g'oya hamda mafkuraning tarixiy izlari bevosita aynan tariximizning o'tmish qadim zamonlarga borib taqaladi. Chunki qadim zamonlardan bu o'lkamiz hududida, ya'ni oldin biz yaxshi bilamiz, arablar tomonidan Mo'g'ullar deb yuritilgan, undan oldin o'sha ikki daryo oralida yashagan barcha xalqlar, undan keyin yashagan xalqlar o'ziga xos qaysidir bir g'oya hamda mafkura atrofida yashab kelishgan. Demak, O'zbekiston hududida eng qadimgi odamlarning paydo bo'lishi, urug' hamda qabilalarning kelib chiqishi, demak davlatchilik shakllanishi, ishlab chiqarish jarayonlarining tashkil etilishi, ilmiy va diniy bilimlardan foydalanish, falsafa, axloq, huquq va boshqa shu kabi narsalar hodisalarning bir butun tizim sifatida tarixiy makon va zamonda egallagan o'rnini o'zida ifodalaydi. Demak, tarixiy ildiz deganda bugungi kunda mavjud bo'lgan barcha narsa va hodisalarning tarixiy makon va zamonda joy olgan barcha o'ziga xos qirralari namoyon etiladi.
Demak, milliy g'oyaning tarixiy izlari o'zbek xalqining milliy o'zligini anglashiga, tarixiy xotirasining tiklanishiga, vatan ravnaqi yo'lida samarali fidokorona mehnat qilishiga erishgan buyuk yutuqlariga, tarixiy makon va zamonda joy olib, insonda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini yuksalishiga yordam beradigan moddiy, ma'naviy, madaniy qadriyatlar tizimlari iborat. Demak, milliy g'oyaning tarixiy izlari o'zbek xalqining boy tarixiy, moddiy va ma'naviy merosi, milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analariga asoslanadi. Demak, biz milliy mafkuramiz, milliy g'oyamiz bu bugungi kundagi yoki O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyingi g'oyamiz, mafkuramiz emas. Bu bizning g'oyamiz hamda mafkuramiz qadim zamonda shu o'lkada, shu hududda, shu makonda yashab kelgan o'tmishdoshlarimizning demak orzu intilishlari, demak o'z maqsadlariga erishish uchun olib borgan sa'y-harakatlari tushuriladi. G'oya va mafkuralarning o'ziga xos shakllari mavjud. Bu shakllarimiz demak ikkiga bo'lib e'tirof etamiz. Ya'ni birinchisi namoyon bo'lish shakliga ko'ra g'oyani mafkuralarining shakllari hamda jamiyat va davlat hayotiga ta'sir etishiga ko'ra turlarga bo'lishimiz mumkin ekan. Demak, birinchi shakli ya'ni namoyon bo'lish va mazmun mohiyatiga ko'ra shakllariga ekranimizda ko'rib turganingizdek shu 7 ta g'oyani aytish mumkin. Bular g'oyalarni yana davom ettirishimiz mumkin, lekin asosiy jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladigan g'oyalar mana shu 7 ta g'oya atrofida birlashadi. Demak, birinchisi ko'rib turganingizdek falsafiy, ikkinchisi diniy, uchinchisi ilmiy, siyosiy, madaniy, iqtisodiy, badiiy g'oya va mafkuralarning demak shakllarini ko'rishimiz mumkin. Bularni ham davom ettirishimiz mumkin. Bevosita eng muhimlari mana shular bo'lib hisoblanar ekan. Demak, jamiyat va davlatning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy hamda iqtisodiy hayotiga ta'sir etishiga ko'ra shakllari quyidagilar bo'lib hisoblanadi. Demak, bunyodkor hamda vayronkor g'oyalar bo'lib hisoblanadi. Demak, bunyodkor g'oyalar va vayronkor g'oyalar o'z navbatida vayronkor hamda bunyodkor mafkura sifatida ham biz ta'rifini etishimiz mumkin. Xo'sh, bunyodkor g'oyalar va vayronkor g'oyalar nimasidan farqlari? Buni asosiy farqli tomonlari bevosita muayyan g'oyani faqat muayyan bir qatlam, sinf, faqat bir millatnigina ularning manfaat va ehtiyojlari bilangina chegaralanib qoladigan bo'lsa, albatta u qanchalik zarur bo'lmasin, o'zini kuni kelib o'sha yomon tomonlarni, salbiy tomonlarni ko'rsatib, vayronkor g'oya sifatida yuzaga kelishi mumkin. Bevosita mana biz 70 yildan ortiq vaqt davomida yashab kelgan bunyodkor g'oya sifatida, eng yaxshi g'oya sifatida ulug'lab kelgan, shon sharaf bilan ulug'lab kelgan g'oyamiz kommunistik g'oya mana oxir-oqibat o'zini salbiy tomonlarini ko'rsatganligi bois, demak, uzoq umr ko'rmadi va oxir-oqibat tanazzulga uchrab, demak, uni tarkibida bo'lgan o'ziga xos davlat respublikalar birliklari tashkillab ketib, o'zini yo'lini tanlab, o'zini g'oyasi hamda mafkurasiga ega bo'ldi. Bunga misollar ko'p aytishimiz mumkin. Demak, bunyodkor g'oya qanday g'oya? Bunyodkor g'oya butun insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladigan, ularning manfaat va ehtiyojlariga xizmat qila oladigan g'oyalar, demak, bunyodkor g'oyalar sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Milliy mafkuraning tarixiy izlari hamda ko'rinishlari. Milliy mafkuraning tarixiy izlari, demak, mafkuralar ma'lum mohiyatiga ko'ra falsafiy, dunyoviy, diniy, boshqa turli ta'limotlar asosida yaratilishini ko'rganini aytib o'tdik. Demak, xilma-xil ijtimoiy, siyosiy kuchlar o'z mafkuralarni yaratishda siyosiy g'oyalar bilan birga, demak, diniy oqimlar va ilm-fan yutuqlariga tayanadi. Demak, ulardan nazariy asos sifatida foydalanadi. Bu bevosita inson taraqqiyotini ham belgilab beradi. Mafkuraning falsafiy izlari aytib o'tdik. Demak, falsafiy diniy izlari bor dedik. Falsafiy izlari bu eng qadimgi izlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunda jamiyat hamda borliqning asl mazmun mohiyati, kishilik jamiyatining hamda insonlarning borliqda mavjudligi, masalada mavjudligini tushuntiradigan o'ziga xos izlari bo'lib hisoblanadi. Demak, mafkuraning falsafiy izlari ko'rib turganingizdek haqida fikr yuritgan uning falsafa ilmi xulosalariga asoslanishi nazarda tutiladi. Demak, bunga bevosita g'arbdagi uyg'onish davrini hamda o'rta asrlarda milliy davlatchiligining tiklay boshlagan Yevropa xalqlarining har biri o'ziga xos mafkurasini yaratganini misol keltirish ham mumkin. Mazkur mafkuralar Rim imperiyasi boshlangandan keyin o'z davlatchiligiga ega bo'lgan xalqlarning o'ziga xos qadriyatlari va mentaliteti zaminida vujudga kelgan milliy falsafalari asosida shakllanadi. Shu bois o'sha davrdagi italyan, ingliz, fransuz
falsafasi o'zi mansub bo'lgan jamiyatni birlashtirishga xizmat qildi. Demak, shu bilan birga bu milliy maktablar zaminida vujudga kelgan falsafiy ta'limotlar, ma'rifiy qarashlar insoniyat madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo'shganligini yaxshi bilamiz. Falsafiy qarashlar juda ham shakllandi. Demak, falsafani klassik, o'ziga xos davr bo'lgan klassik falsafani o'ziga xos namunalari bo'lgan, bu namunalarni bu yerda qayd etib o'tilgan, ya'ni o'sha Kant, Hegel, Feyerbax kabi mutafakkirlar nomi bilan shuhrat topgan nemis falsafasi bu klassik falsafasini demak yuzaga keltirgan falsafa o'zining o'ziga xos yo'nalishi bo'lib hisoblanadi. Bunga ham albatta sharq falsafasi asos bo'lib xizmat qilgan. Shu bilan birgalikda o'sha zardushtiylik ta'limotlarida bunday qarashlar, g'oyalarni aytishimiz mumkin. Nemis klassik falsafasining shakllanishiga asos bo'lib xizmat qilgan. Mavzularning dunyoviy ildizlari deganda nima tushunamiz? Dunyoviy ildizlar bevosita o'sha falsafiy ildizlarga yaqin tushuncha bo'lib hisoblanadi. Bunga asosan ma'rifiy dunyoga xos siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlar majmuidan iboratdir. Demak, insoniyat asrlar mobaynida bosqichma-bosqich dunyoviylik sari intilib keldi. Demak, unga e'tirof etilgan tamoyillar va qonun ustuvorligi, siyosiy pluralizm, millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik kabi xususiyatlar dunyoviy jamiyatning asosini tashkil etadi. Demak, ana shunday jamiyat mafkurasi dunyoviylik, tahriylik emas degan tamoyil asosida rivojlanadi. Ya'ni dinning jamiyat hayotida tutgan o'rni va ahamiyatini aslo inkor etilmaydi. Din ham o'zini jamiyatda muayyan vazifalarga, juda muhim bo'lgan muayyan vazifalarga ega. Xuddi shunday, demak, o'ziga xos davlat yoki jamiyatda mavjud bo'lgan boshqa siyosiy tashkilotlar yoki birlashmalar ham o'zining vazifasiga ega. Demak, mafkuraning diniy ildizlari qanday ildizlar? Demak, mafkuraning diniy ildizlari ham qadimiy ildizlardan bo'lib hisoblanadi. Insoniyat, demak, biz yaxshi bilamiz, tabiat qushlarga nisbatan munosabatida natijasida o'sha din paydo bo'lganligini, shu bilan diniy ildizlar shakllana boshlagan. Demak, insonni hayotda yashashga undaydigan o'ziga xos bir yo'nalish ham bo'lib hisoblanadi. Bu yerda qayd etilgan, demak, bu inson ongivor ruhiyati bilan uzviy bog'liq ekan va u shu bois uning demak g'oyaviy ildizlari diniy ta'limotlarga borib taqalishi tushuniladi. Ya'ni ko'pgina mafkuralarda Avesta, Veda, Upanishadlar, Zabur, Tavrot, Injil, Qur'on kabi ilohiy kitoblarda zikr etilgan ezgu g'oyalar muayyan darajada o'z ifodasini topganini ko'ramiz. Albatta, bu quyida yuqorida qayd etilgan diniy kitoblar, bular o'z davri, o'z zamonasi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan qarashlar manbai, fikrlar, g'oyalar manbai bo'lib hisoblanadi. Chunki bular insoniyatni yashashga undagan, insoniyatni birlashishga undagan, insoniyatni hayotga undaganligini ko'rishimiz, hayotga ishonch uyg'otganligini ko'rishimiz mumkin. Dunyoviy va diniy g'oyalar bir-birini boyitib bo'lgan sharoitda taraqqiyot yuksak bosqichga ko'tarilib boraveradi. Demak, bunga bashariyat tarixida o'chmas iz qoldirgan, o'sha siz bilan bizga yaxshi tanish bo'lgan buyuk islom dini mutafakkirlari, yurtimiz hamyurtlarimiz, demak, Imom Buxoriy, Muso al-Xorazmiy, Imom Maturidiy, hamda Abdurahmon Beruniy, Imom G'azzoliy va Abu Nasr Farabiy singari o'sha buyuk yuksak zakovat sohiblari yonma-yon yashab faoliyat ko'rsatgan davr yorqin misol sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Qarangki, bu davrda mana shu allomalarimiz bevosita dunyoviy hamda diniy ilmlarni birgalikda rivojlantirilganligi, islom dinini dunyoviy ilmga ham xayrixoh din ekanligini ko'rsatib bergan, isbotlab bergan. Bu demak bizni o'zimizni yurtimizda o'sib voyaga yetgan, ijod qilgan mana shu allomalarimizni ko'rishimiz mumkin. Demak, ilmiy kashfiyotlar ham mafkura rivojiga juda katta ta'sir o'tkazganligini ko'rishimiz mumkin. Shu ilmiy kashfiyotlar natijasida mana bugungi kunda dunyoning o'ziga xos manzarasi shakllanganligini ham yaxshi bilamiz. Zamonaviy fan yutuqlari, jumladan kosmonavtika, kibernetika sohasidagi olamshumul yangiliklar, demak, klonlashtirish, insonning gen nasl xaritasini aniqlash kabi buyuk kashfiyotlar odamlar tasavvurini keskin o'zgartirganligini yaxshi bilamiz. Demak, ayni vaqtda yuksak ilmiy texnikaviy taraqqiyot, globallashuv jarayonlari, demak, bir tomondan inson aqli idrokining imkoniyatlariga, kelajakka ishonchini orttirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, demak, Xirosima, Nagasaki, Chernobil fojialari, ommaviy qirg'in qurollar, ekologik halokatlar, bevosita ma'naviy tanazzul kabi umumbashariy muammolarni ham keltirib chiqarayotganligi bejiz emas. Qarangki, demak, agar umuminsoniy tamoyillarga asosan biz g'oyalardan foydalanmasak, albatta mana shunday o'zini vayronkor tomonini ko'rsatadi.
Shunday ekan, ilm-fan va taraqqiyot borasida yutuqlardan oqilona foydalanish uchun ham jamiyatga sog'lom g'oya va sog'lom mafkura kerak. Bu uchun jamiyatda albatta fikrlar xilma-xilligiga yo'l ochib berish kerak. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaxshilangan 2-moddasida aynan O'zbekistonda ijtimoiy hayot fikrlar xilma-xilligi, turli siyosiy institutlar, turli mafkuralar asosida rivojlanishi qat'iy belgilab qo'yilgan. Demak, bunda hech qanday mafkura davlat mafkurasida mutlaq mafkura sifatida o'rnatilmaydi. Har qanday ilg'or bo'lgan insonlarning ma'rifat va ehtiyojlarini qondiradigan, ularni qamrab oladigan g'oyalar, mafkuralar bo'ladigan bo'lsa, albatta ular jamiyatda davlatga ma'qullanib qo'llab-quvvatlanadi va ularni amalga oshirishda davlat o'z siyosati bilan ko'maklashadi. Demak, hurmatli tinglovchilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salom.